Ko'pchilik insonlar molni mana shunday qilib boqishadi va bozorga olib chiqib sotgandan so'ng esa foyda qolmadi deb qaytishadi. Buni sababi esa noto'g'ri sotishda. Molingizni sotganda molingizdan qoladigan foydani olib sotarga emas, o'zingiz bilan olib kelishni xohlasangiz, buni yechimini hozir sizlarga aytib o'taman. Veterinariya bo'yicha shu kabi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bu videoni boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Molni xuddi mana shunday qilib mehnat qilib boqdingiz va foydani ham yaxshi olmoqchisiz. Buning uchun birinchi navbatda mana shunaqa tayyor bo'lgan molni sotishga shoshmasdan qassobga borib so'ydiring. Chunki molingizni har bir kelgan kilasida qilgan mehnatingiz va sizga qolayotgan foydani bilib olasiz. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Bizda qassob yo'q yoki qassob topolmayapman, so'ydirmasdan turib qanday natija olaman deyishingiz mumkin. Yo'q, bozorga olib borib turib ham to'g'ri sotishning yo'li bor. Buning uchun molni bozorga olib borganingizdan keyin mana shu turishiga hech qachon savdo qilmang. Hozirgi kunda bozorlarda elektronik tarozilar juda kuchaygan va rivojlanib ketgan. Molingizni agar birorta oladigan odam yoki olib sotadigan qassob kelsa, to'g'ri elektronik taroziga olib borib, hozirgi kunda mana shunaqa boqilgan tayyor molni живой vesiga zo'rlari 58 ming, 60 ming so'm atrofida narx aylanyapti. Xuddi mana shu summada o'zingiz yashab turgan hududingizdagi bozor narxiga qarab agar taroziga tortib bersangiz agar molingizdagi foydani aksariyat qismini o'zingizda olib qolasiz. Bu videodan keyin olib sotar akalarimiz meni juda zo'r duo qilishadi. Albatta qo'shtirnoq ichida. Chunki dehqon 4 oyda qila olmagan foydani joyi kelsa 2 soatda bozorda olish imkoniyatiga egasizlar. Lekin bir gap, dehqonning ham foyda qilishi haqqi bor.